Hurmatli vatandoshim, yaqinim, jigarim. Xudo xolasa do'stlarim, sizlarga doim aytib kelyapman do'stlar, yana aytamiz. Akalarim, juda ham katta yangilik bor do'stlar. GM puliga do'stlarim inomarka minish vaqti kelyapti. Do'stlar, bu videomizda cho'ntagiga do'stlar bor yo'g'i 2 million bilan. 52 million so'm jigarlarim cho'ntagida puli borga do'stlarim, ya'ni bitta GM mashinasi puliga do'stlar, boshlang'ich to'lov bilan akalarim. Sug'urta hamma yo'q ichida do'stlar. Haval Julio minish davri keldi. Do'stlar, avtomashina o'ziga yarasha do'stlar juda ham skromli qilib ishlangan. Hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. Toshkentda joylashgan Haval avtosalondamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Sunnatlarga charchab qolmayapsizmi aka? Rahmat. Aka, xudo xolasa obunachilar bilan sraz videoda boshiga aytdim, 52 million so'm sug'urta hamma dokument ichida mana shu mashinani minib ketishadi inomarka mashinani. Chiqaramiz aka. Xuddi shuni Haval Julio birinchi pozitsiyasi bo'ladi bu. 52 millionga. Shundoq sug'urta hamma rasxodlar bilan chiqib ketadi mashina. Gap yo'q. Sunnatlar aka, bitta obunachilar bilan kelib salomlashib oling endi. Siz taniganlar bor bu yerda, tanimaganlar bor. Assalomu alaykum obunachilari. Yaxshimisizlar? Charchayapsizlarmi? Haval Olmazorda mana ishlaymiz. Ko'pchilik biladi, men bilan muloqotdamiz har doim. Bugun sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz mashinalarni. Sunnatlar aka, Alius kanalini obunachisiman, pattichigiman deganlarga qanaqa bonusimiz bor aka bugun? Aytmayman, bitta bonus beraman lekin o'zimdan qo'shib shu. Imенно shu akamni so'rab kelsanglar bo'ldi. Gap yo'q do'stlar, qaranglar, salon tomonidan emas bonus do'stlar. Aliusni pattichigiman deganlarga do'stlar, Sunnatlar akami shaxsan o'zlaridan bitta bonus bor. Lekin aytmaymiz, sirligicha qolsin do'stlar. Kelganinglarda bilib olasizlar. Xo'p, aka, bunda boshlaymiz videoni. Bitta manzilni aytib qo'ying yurtdoshlarga. Qayerda turibmiz, joylashgan manzil? Severniy Olmazor, orqamizda Olmazor chorrahasi, Olmazor City bo'ladi. Bu yog'imizda ko'rsatib qo'ying bu tomonda aka. Bu yog'imizda Taxtapul mosti. Shunda mostdan tushib kelish. Malikani yo'lida kelish. Yoki zapravkamizni ro'parasi. Akalarim, navigatorga Olmazor Haval deb yozsa chiqadimi, chiqmaydimi? Chiqadi. Yoki do'stlar, telefon raqamlariga telefon qilsanglar, lokatsiya kerak, men yoshi katta insonman, tushunmayapman, menga lokatsiya tashab ber desanglar, akalarim xudo xolasa lokatsiyani tashab berishadi. Kamera ortiga o'zim o'taman do'stlar, doimgidek. Niyatni yaxshi qo'ying aka, xudo xolasa. Xudo beraman desa do'stlarim, barchamizga beradi akalarim. Harakat qilsak do'stlar, barchamiz inomarka minish barchamizga nasib qiladi. Yaxshi bitta laykni bosib qo'ying, kommentga fikringizni yozib qo'ying do'stlar. Biz bo'lsa qo'limizdan kelgancha polnislarga modellar ko'rsatib o'tamiz. 52 million so'm bilan do'stlar boshlanib bu yoqqa ketaveradi. 60 million, 70 million, 80 millionga ham do'stlar inomarkaning doda xo'jalari bor. Qani unda kameraga o'zim o'taman. Boshlardik aka. Qisqacha obzor aka, Julio birinchi pozitsiyasi aka. Lyuk bo'lmaydi aka bunda, tormozi bo'ladi, Black Edition bo'ladi, hamma yo'q. Tashqi ko'rinish qolgan ikkinchi, uchinchi pozitsiya bilan pashti bir xil aka, faqat diski farq qiladi. Bunda 17 diski bo'ladi, kumxo balonlarda chiqqan, yumshoqqina balonlarda. Beskuchoy do'st bo'ladi aka mashinamizda. Ya'ni buni sizenlari lattali bo'ladi, trapchli material deydi. Materialga ya'ni, Sizin upravleniyasi mexanikskiy bo'ladi. Gap yo'q. Men u tomoniga o'tib bitta ko'rsataman aka. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Videomizni boshida ma'lumotni rosti bilan boshlayapmiz. Ya'ni mashinamiz jigarlarim tepada luki bo'lmaydi. Ya'ni u birinchi pozitsiya, naqdiga ham arzon pozitsiya bo'ladi aka. Davom etamiz. Ko'pchilik birinchi pozitsiyani mexanika deb o'ylar ekan. Yo'q, bu shaybali avtomat bo'ladi. Robotizatsiya korobka 7 talik bo'ladi. 7 talik korobka bo'ladi. Shu aylantirib urasizlar. Ot kuchi qancha bunda Sunnatlar aka? 140 ot kuchi, 1.5 motor aka, oldi tortadi bunda. 1.5 motor. 1.5 turbo motor. Akalar, 1.5 turbo motor. Aka, mana shu 1.5 turbo motorga propan qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'zimiz qo'yib beramiz aka, garantiya qilib. Servis xizmat bor. Servis xizmatda o'zimiz qo'yib beramiz. Shu ko'chadan qo'yib qidirib yurgandan ko'ra, srazu mashinani 4 soat ichida qo'yib, shu kunning o'zida kelsalar, to'liq qilsalar, 4-5 soatda mashinaga full paket qilib chiqarib beramiz. Gap yo'q. Ko'chadan qo'ysa garantiyasi chiqib ketadimi, chiqib ketmaydimi mashina aka? Ko'chadan qo'ysa motori o'ziga chiqadi aka. Motori o'ziga chiqadi. Biz hammasini chiqadi demaymiz aka. Motori o'zi chiqadi, elektronika bilan kuzov qoladi aka. Gap yo'q. Demak, ishonchli, sifatli, tinchgina salonda o'zidan qo'yib ketgan yaxshi. O'zimizni ustalari qo'yadi aka. O'zini havalda, imенно havalda ustalari qo'yadi. Gap yo'q. Akalar, mana salonlari polni davom etavering aka. Savollar kelsa tug'ilib qolsa berib ketaveradi. Rul, kojuniy rul bo'ladi. Rul abagreiflarimiz bor. Bu elektronniy rul bo'ladi. 3 xil положениеda bo'ladi bu. Yumshoq, o'rtacha va og'ir qilsa bo'ladi rullar. Mana abagreif rullari. Tablolari sportivniy bo'ladi. Bunda elektronniy emas, sifrovoy bo'ladi. Mashinamizda keyin 4 ta положение bor aka. Vojdeniyasida. Xo'sh. Rejim vojdeniyasi standart, sport, eko и snake degan rejim bor. Snake
ko'pchilik mashinada bo'lmaydi. Bunisiga aka o'sha qorlarda buksaga tiqib ketmaydi. Wow. ABS aqlliroq ishlaydi. Ana bo'lmasa, rusul degan aka tillar. Hammasi rusifikatsiya bo'ladi keyin bu Xitoy tili yoki ingliz tilida bo'lmaydi. Srazu rus tili bo'lgan o'zi zavoddan shunaqa chiqadi. Gap yo'q do'stlar. Orqa kameramiz bor. Bunda 360 kamera bo'lmaydi. Bunda faqat orqa kamera bo'ladi. Faqat orqada bo'ladi kamera. Faqat orqa kamera bo'ladi. Gap yo'q, mana kачествосini bitta ko'rsatib qo'yinglar kamerani. Kamerasiga keling-da. Ana akalar. Gap yo'q, mana anchagina качественный kamera. Gap yo'q. Orqa tomonlarni ham ko'ramizmi aka? Xo'p, jigarlarim, birinchi pozitsiya. Xo'p, o'zi tonirovka bilan chiqyaptimi yo salon tomondan qilib beryapsizlarmi aka tonirovkani? Zavod tomonidan o'zi tayyor qoraytirilib chiqadi oynalar. Kuydirilgan oyna, 50 talik kuydirilgan polisfera orqa, polностью. Buni ikkita oldi sizenasi qizitadi, orqa sizeni qizitmaydi bunda. Rovniy pol bo'ladi, oyoq tagi tekis bo'ladi. Aha. Ko'rishingiz mumkin, 3-odam o'tirganda bemalol o'tiradi. Podlokotniki bo'ladi aka. Xo'p, ham tushadi podlokotnik. ya'ni barchasi bor. Kichkinagina bari bor. Endi kofe, choy nimadir ichib kelsanglar do'stlar qo'yib. Patsaganiki ham bo'ladi shu narsa qo'yishga, sagan qo'yishga. Gap yo'q. Ana. Bagajga keladigan bo'lsak, o'zi sportivniy spoilerlar qo'yilgan, restyling Julian ko'pchilik biladi. Aha. JVM Great Old Motors asoschisi. Sunnatulloh aka, mana shu avtomashinani xarid qilishsa-da aka yurtdoshlar. Qanaqa nimadasiz siz? Javob qanday bo'lar ekan qarang. Nimada Yandexda harakatlanishsa, nimada biznesda yursa bo'ladimi, bo'lmasmi-ki? Nimada bo'ylaysiz aka bu? Biznesga mumkinmi? Biznesga qo'ymaydi. Biznes o'zini parametrlari bor. Hozircha o'sha Rossiya tomonidan o'zi chiqarilyapti bu qonunlar, zakonlar. Yo'q, biznesga emas. Comfort plus o'sha biznesdan bitta pastiga polni o'tadi hammasiga. Demak, yaxshigina pul topsa bo'ladi. Yaxshi pul topsa bo'ladi. Okalarimiz ham olishgan, yurishadi Comfort plus dedi. Haligacha o'tziv olamiz. Chunki haqiqiy o'tzivni taksist beradi aka. Taksida yurgan okalarimizni so'raymiz, zo'r. Haligacha bir minus tarafini kelib topib etishgan yo'q. Chunki ular har kuni yuradi aka, tinimsiz yuradi. Hali 3 ga borib uyga kelib pas do'stlar. Qaranglar mana. Yurtdoshlarimiz olib do'stlar Comfort Plusda harakatlanib yurishib turgan taksida yaxshigina pul topishib. Gap yo'q aka, demak shunaqa yurtdoshlarimiz ham albatta aka. Bor aka. Gap yo'q. Orqa partroniklarimiz bor aka. Uchta sensor datchiklar shu ko'rsatib turadi. Aha. 350 litr bagajnik bo'ladi. Anchagina katta do'stlar. Tagida buni dakatka balonlari bo'ladi. Panorazmerni emas, dakatka balon bo'ladi bunda. Aha. Trigoниклari o'zining naborlari aka, domkrat ключlari bo'ladi. Gap yo'q. Aka, propan tushsa ham qayerga tushadi aka? Mana shu zapaskani o'rniga, dakatkani o'rniga shunday tushadi. Tekis bo'lib yopilib turadi. Buni endi yo'q xohlashsa bagaj ustiga qo'yib qo'yishadi, xohlasa uyga qo'yib qo'yishadi. Hamma o'zini xohishi. Bu yopiladi, shunday tekis turadi. Tagida men propan turgan bilan mashina tekis turadi. Ishib bo'rtib chiqib qolmaydi. Gap yo'q. Sunnatullohga garantiya qanaqa bo'lyapti aka? Mashinaga garantiya 5 yil yoki 150 ming kilometr. Toshkentning o'zida ikkita servis bor bizda. Yoki butun O'zbekiston Respublika bo'yicha bittadan servisga ana dopusк beramiz. Tushunarli. Aka qarang, 52 million so'm bilan minib ketishadi deyapsiz yurtdoshlar. Xudo xolasa bitta pasportga, pasporti bo'lsa bo'ldi. Endi aka savol tug'ilyapti, qarang. Faqat Toshkent shahrida yashovchilar uchunmi yoki qolgan viloyatlarga ham aka? Yo'q, respublika bo'yicha chiqarib beramiz. Butun O'zbekiston bo'yicha. Joyinglar sog' bo'lsin. Akalarim, eshityapsizlar, xudo xolasa, umuman qizig'i yo'q yashash joyida. U tomon vohadanmisiz, bu tomon jigarlarim vodiydanmisiz, umuman qizig'i yo'q. Bitta pasportga do'stlarim, xudo xolasa 52 million so'm bilan akalarim minib ketasizlar, boshlang'ich to'lov bilan. Tan narxi qancha birinchi pozitsiyasini? 279 million 900 birinchi pozitsiyasi. Aha. Naqdga olishsa, qanaqadir chegirma bormi tan narxida? Yo'q, naqdga olishsa chegirma yo'q, chunki bizda ustiga mashina ustiga tan narxi qo'yilmagan hech qanaqa. Zavod narxi. Zavod narxi o'zi bo'ladi. Ustiga qo'ymaymiz. Bir tiyin kam ham, bir tiyin ko'p ham ola olmaymiz. Zborkasi o'zimiz Jizzaxda bo'lyapti. Zborka o'zimiz Jizzaxda, hamma zapchasi bor, hech kim qo'rqmasin, undan xavotir olmasin, zapchasida bor. Detallar qayerdan kirib kelyapti aka, bu detallari? Xitoydan kirib keladi. Xitoydan prямо kirib keladi. Gap yo'q. Aka, xo'p desiz, buni to'liq ma'lumotni berdik. Salonga kirsak, qolgan modellarni ham ko'rsatib o'tsak, nima deysiz? Albatta, albatta. Mashinani o'chirib qo'yasizmi? Do'stlar, hozir Julionda akalarim birinchi pozitsiyasiga ma'lumotlar berib o'tdi. Akalarim, yaxshi niyat qilinglar akalarim, yaxshi niyat yarim mol. Xo'p, Sunnatulloh aka, ish vaqti qanaqa sizlarda aka? Bizda ertalab 9 dan kechki 8 gacha ish vaqtimiz aka. Rasmiy diler ADM'da yozilgan. Bemalol shu raqamga telefon qilib, mana manzilimiz. Dam olish kunlari bormi yo'qmi aka? Dam olish kunlari yo'q aka bizda. Dam olish kunlarsiz. Biz har kuni ishlaymiz. Gap yo'q. Do'stlar, har kuni ish. Xo'p, qani unda salonga kiramiz do'stlar. Ramazon kayfiyati. Assalomu alaykum. Qaysi tomondan boshlaymiz endi aka? Keling aka, bu yoqdan boshlaymiz.
Julian aka именно shu mashinamizga 20 million chegirma qilganmiz aka. 50-60 million boshlang'ich to'lovlar bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi 15% bilan. Aytib o'tamiz aka, boshlang'ich qancha kam bersangiz, oylik to'lovga ta'siri bor. Boshlang'ich qancha ko'p bersangiz, oylik to'lov shuncha kam chiqadi. Shuni ham aytib o'taylik. Gap yo'q. Rangimiz Julian Do Restyling varianti. Bunga chegirma e'lon qilganmiz. 20 million o'tib beramiz bu mashinani. Tan narxidan 20 million o'zimiz salonni o'zida o'tib beryapmiz aka. Gap yo'q. Endagi qarang savol tug'iladi sirasi. 20 million so'm tan narxidan chegirma bor. Bu naqdga olsam yoki bank orqali olsam yoki lizing qilsam? Farqi yo'q aka. Qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Olsa bo'ldi. Olsa bo'ldi. Ana do'stlarim, 20 million so'm akalarim, bu kichkina pul emas, hasakan pul emas. Akalarim qaysi yo'l bilan xarid qilsanglar ham, tan narxidan bo'lsa ham bank orqali olsanglar ham akalarim. Bu full pozitsiya, 3-pozitsiya hisoblanadi. 330 million narxi. Hop, shuni 20 million chegirmada beramiz. Bunda panoramli lyuk bor. Kojunli salon, besprovодной zaryadkalari, head-up display, ya'ni oldi laboga proyeksiya chiqib turadi, skorost. Bu elektronli bo'ladi. Ya'ni bitta ko'rsatib qo'ying do'stlar. Mana shu yerdan tezlik, keyin yana qo'shimcha ma'lumotlar mana shuni aynaga chiqib ko'rinib turadi aka. Xuddi shunday. Bu o'zgacha ekan aka saloni buni. Saloni ham bu qizil chiqqan. O'zgacha bir kamyob ranglardan. Panorama tomi ham juda ham katta. Shu o'zgarish faqat shu salonda kelgan panorama tomida aka. Yo'q, o'zgarish faqat shu yuzida. Ketyapti. Faqat tashqi ko'rinishi o'zgargan aka. Tashqi ko'rinishda o'zgarish yo'q. Tashqi ko'rinishida. Gap yo'q. Motorlari o'sha qolgan. Motorlar o'sha qolgan. Tushunarli. Xo'p, keyin kameralar ham bor ekan aka mashinamizda. 360 kamera bo'ladi. Full pozitsiyada 360 kamera bo'ladi aka. Mashinani gir aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Panoramli lyuki bo'ladi. Orqalar o'sha zatemnenniy bo'ladi. Buni diskalari ham boshqacha. Eski variantda chiroyli chiqqan diskalar. Kunxo balonlarda. Orqa abagrev sizenlari 3 xil положениеda ishlaydi. Ha, do'stlar. Bunda ham ровный pol bo'ladi oyoqlarni tegi. Mana. Kojunli salon, pallakotnik. Mana bu pallak. Opa, u tomon aka sal qulay bo'ladi shuni ko'rsatishga. Do'stlar, xo'p. Kattagina bari bor. Mana pallakotningiz aka. Shu ikkita stakan qo'yib, bemalol yoki qulay qilib tirsakni qo'yib ketaverasiz. Aka, kengligi o'shami yoki birinchi pozitsiya bilan yo sal kengroq o'xshayapti? Yo'q, kengligi bir xil aka. Bunda mana oldi o'tirganingizda orqada oldi sizga tegmaydi, tizsangiz, qo'yingiz ham mana boshingiz ham tegmaydi. Julianning o'zi keng mashina aka. Keng, hech torlikda siqilib qolib bunaqa bo'lmaydi Julianni. Bu narsadan muammo yo'q. Mana muhim polni kojinli salonlari. Xo'p, buni ham o'sha gap aka, boshlang'ich to'lov necha foizdan chiqaramiz buni? Bank orqali 15% bilan chiqaramiz. 15% akalarim boshlang'ich to'lovdan chiqarib beramiz. So'mda o'rtacha qancha bo'ladi aka mana shu? Full pozitsiyasi. Dollardami? So'mda boshlang'ich to'lov. 310 million bo'ladi. Boshlang'ich to'lovini so'rayapman aka. Boshlang'ich 50 millionlardan chiqarsa bo'ladi. 50 million so'm atrofida 50-55 million atrofida ketadi do'stlar. 50-55 million atrofida. Gap yo'q. Davom etamiz aka keyingilarini? Julian modellari qizil, ko'k ranglari, oq ranglari, qora, seri, любой rangi bor aka. Barcha svetdan bor. Albatta. Gap yo'q. Yana bitta savolga javob berib qo'ysiz Sunatli aka. Yurtdoshlarimiz endi kimdir naqdga oladi aka, avtomashinamizni, kimdir bank orqali bo'lib to'lashga. Yana kimdir bo'lsa lizing oladi. Minib chiqib ketish muddati qanaqa bo'ladi aka? Hop, naqdga endi yarim soat, 1 soatda olib chiqib ketasiz. Kreditda ham xuddi shunaqa qilib beramiz aka. 1 soat, nari borsa 2 soatda bemalol оформить qilib olib chiqib ketasiz. Bankda ishlarni yarim soat, 40 minut ichida hal qilib beramiz. Yo'g'i mashinani tayyorlaymiz, bankdan qaytib kelamiz. Keyin bankka odamlar o'zi yugurib, o'zi borib yurmaydi. Bankni mana shunda hal qilamiz, bank topamiz, adabrelarni o'zimiz olib beramiz, bankka olib borib olib kelamiz. Faqat kelib berishsa bo'ldi. Ular mana shu yerga kelib, kofe choylarni ichib aka, bemalol spokойно o'tirishsa, barcha xizmatlarni sizlar qilib berasiz. Biz o'zimiz qilib beramiz. Gap yo'q. Akalar, keyin bitta narsani e'tibor qilib qo'yasizlar, aytilayotgan boshlang'ich to'lovlarning barchasining ichida sug'urta puli qo'shib aytilyapti. Albatta. To'g'rimi aka? Akalar, misol uchun biz ham o'sha 10 million, 8 million so'mni oz qilib aytishingiz mumkin sizlarga summani oz ko'rsatib, lekin bunaqa emas, to'g'ri ma'lumot berilyapti. Bir xil mashinani 15% ni o'zini hisoblaydi, 30 million chiqdi, 40 million chiqdi deydi. Shuni aytaman-da. Sug'urtasi bor, sug'urtsizlarga hamma rasxodlarni aytamiz, siz shuncha pul bersanglar, mashina chiqib ketadi. Baribir ham o'sha sug'urtani to'lash kerak. To'lash kerak, u majburiy narsa. Majburiy narsa. U bizga emas, bank to'lanadi. Shuning uchun yolg'on qo'shmasdan do'stlar, borini haqiqatni aytganimiz ma'qul. Keyingi modelimiz aka H6 modeli. Imенно shu mashinamizga aka 10 million chegirma e'lon qilganmiz. Imенно mana shunga. Imенно mana shu mashinaga.
albatta. Gap yo'q. 10 million so'm naqdiga ham, bo'lib to'lashga ham oson aka. Albatta, albatta. Gap Biznesda ham. yo'q. Akalar mana. Bu aka qachondan kirib kelishdi boshladi endi yurtimizga aka bular? Bular shu 1 yildan beri ofitsialniy diler orqali 1 yildan beri bor. Endi ommalashyapti aka. Endi ko'tariladi. H6 model bu Julion bilan segment kattaroq Juliondan funksionalность почти bir xil. Juliondagi bo'ladi. Full позиция. Yo'q, почти bir xil bo'ladi, ha. Gap yo'q. Без ключевой достуplari, Mhm. kojinli salon, сиденье управлениялari elektrический bo'ladi, panoramli tomlari. Oma kattaligi haqiqatan gabarit qismi katta ekan aka bunda. Katta, Juliondan katta gabarit. Gap yo'q do'stlar. Aka buni motorlari 1.5 turbinami bu ham? Bunda 2 xil motor bo'ladi. 1.5 turboligi bor, oldi tortadigan. 2 turboligi bor, orqa oldi tortadigan. Bu naviy bir. Ko'pchilik shu motor kuchliroqni xohlaydi. Ko'pchiligi shahar ichiga bo'ladi deydi, 1.5 motor deydi. Shuni qilib beramiz. Buni ham qilib beramiz. Hozir ot kuchi nechta aka bunda? 150 ta ot kuchiga. 150 ta ot kuchiga ega. Endi ko'pchilik aytadi, hozir sizlar propanda aytib o'tishyapsizlar, yengilligini aytib o'tyapsizlar, lekin turbina motor rasxodi ko'proq bo'ladi deyshadi. Yo'q, shunga bir rasxodlar haqida ham to'xtalib keting aka. Turbina motorda naborot rasxod kam bo'ladi, atmosferdan ko'ra. Turbina motoriga 92-95 benzin quyiladi. Aha. Bunda rasxod aka 8 litr bo'ladi shahar ichiga. 1.5 motorlarda 8 litr bo'ladi. Gap yo'q. 2 motor orqa oldi tortadiganlarda 10 dan 12 gacha bo'ladi. Gap yo'q. Akalarim mana 8 ta rasxodi bor. Bu bor narsa, to'g'rimi aka? Shahar ichiga bu. Dalniga yursalar, cruise control adaptivlarni yoqib, cruise controllarni yoqib, undan ham kamayadi aka. Eko rejimlari bor bunda. Ekolar qo'ysa 5-6 bo'ladi. 5 ta rasxod ichishi rostmi aka? Rost. Haydab yurgan odamlar aytadi shu narsani. Xorazmga borgan mijozimiz bor, o'zimizni rasmga olib tashlaganlar aka 4.7 ko'rsatdi. Gap yo'q, jigarlarim. Voy, bunaqa rasxod do'stlar Matizda yoki Sparkda bo'lishi mumkin jigarlarim. 4.7 5 ta rasxodi bor danni yo'lga. Qoyil ana sizlarga texnika mo'jizasi. Orqalarini ko'rsatamizmi aka ochib? Bunda bagajnik elektropривод bo'ladi. Ana elektronniy bagaj. Har bitta shu mashina mana H6 modellarimizda, Dargo modellarimizda shtorkasi bo'ladi o'zini. Nimaga ishlatiladi endi aka bu narsa? Bu shtorka endi bu yoqqa qo'yiladi. Чтобы opto tushgandanmi, boshqa narsa bo'lganda unda tortib qo'ysangiz bo'ladi. Yopib qo'ysangiz bo'ladi. Fortichkalardan opto kiradi-da baribir. Ko'z tushishi mumkin. Aha. Ha, tushunarli. Anchagina keng bagaj. Buni ko'rgan odam aka 7 kishilik deb o'ylaydi, bor-ku. Birinchi men o'zim ko'rganimda ham 7 kishilik deb o'ylaganman-da. Lekin 5 kishilik. Uni bagaji keng aka. Bagaji katta qilingan maksimalniy. Orqada kichkina ikkita zeni qo'shib qo'ymaganda, albatta bagaj katta qilgan. Qulayroq bo'lish uchun. Gap yo'q mana. Dakatka balonlari aka, polniy nabor o'sha. Propan ham o'sha mana shu tegiga tushadi aka. 59 talik, 60 talik, 65 talik даже tanlab qo'yib beramiz. Gap yo'q aka. Tushadi. Tan narxi necha buni? Tan narxi aka 360 million. 360 million so'm. Shu mashinamiz 360 million. Hozir qaysi pozisiya bu aka? Full pozitsiya. 1.5 motori full pozitsiyasi. Full pozitsiyasi. Hozir bunda faqat oldi tortadimi yo orqa ham tortadi? Bu oldi tortadi. Faqat oldi tortadi. Gap yo'q. Do'stlar, naqdiga bo'lsa 360 million so'm do'stlar tan narxi qo'yilgan. 1 soatga qolmasdan jigarlarim naqd pulga minib ketasizlar. Akalarim mana sizlarga. Bir dollarda ham bir o'rtacha qancha bo'lishini aytib qo'yamizmi aka? 28-29 da endi kursiga qarab. Bu yoq bo'ladi. 28 ming, 29 ming dollar atrofida bo'ladi do'stlar. Yana ham hozir dollar ham tushyapti aka, yana ham arzonroq bo'ladi. Dollar tashayapti bozorda. Do'stlar, so'mda yana ham arzon chiqishi mumkin naqd pulga olsanglar. Gap yo'q. Boshlanish qancha bilan minib ketadingiz buni? 60 Bunda shu 70-75 millionlar bilan 70-75 million atrofida minib ketishadi. Pozitsiyasiga qarab-da, 70-75 millionga qarab olib ketadi. Gap yo'q do'stlar, 70-70 million so'm, 75 million so'm bilan minib ketasizlar. Ana diska balonlari ham kattagina, akalar, yumshoq diska balon. Razmer nechi buni aka? 19 akana. 19 bo'ladi, katta bo'ladi, shirik. Katta balon ekan bu aka. 19 diska balon. Gap yo'q mana. Tepadan bitta ko'rsatib qo'yib, panorama tomlarigacha bor. Bunda ham shu 360 kamera, head-up display, hamma funksiyonalari bor. Mana do'stlar. Gap yo'q aka. Keyingi modelimiz qaysi biri? Keyingisi aka Dargo modeli bo'ladi. Ko'pchilik qiziqtirgan, ko'pchilik muhokamasiga ega bo'lgan model aka. Bunga 10 milliondan 17 milliongacha skidka e'lon qilganmiz aka. Ramazon oyiga. Xo'p, mashinamiz nimalar bor? 2 motor bo'ladi, srazu unda 1.5 yo'q, faqat 2 motor, orqa oldi tortadi. Bunda panoramli lyuk. Ikkita pozitsiya bo'ladi o'zi aka. Pozitsiyasi nechta bo'ladi? 2 dona bo'ladi. Ikkita pozitsiya. Narxlari 430 million. Xo'p, xullas shunda hozir narxiga 10 milliondan 17 million so'mgacha chegirmasi bo'lyapti aka salonda. Chegirmasi bor. Gap yo'q do'stlar mana. Bunda ham elektropривод bagajniklari.
Ko'ringlarchi. Bunda ham shtorkasi, trigo'lniki, Aha. 220 voltlari bagajda bo'ladi, shu Hop. pozitsiyasida. Va o'zini xuddi o'zi turgan diska balon. Xuddi o'ziga turgan. I subwooferi bo'ladi aka bunda. Mana do'stlar. Subwoofergacha bor. Zapaska balon e'tiborga olib qo'yasizlar do'stlar. Mana shu taqilgan balon bilan do'stlar bir xil bo'ladi. Gap yo'q. Motori necha deysiz buni? 2 motor bo'ladi aka. Ot kuchi bunda. 198 ta ot kuchi. Gap yo'q. Salkam do'stlar 200 ta ot kuchiga ega. Dizaynlarimiz massaj dizayner bilan jihozlangan bo'ladi. Buni aka zavodskoy paroga bormay qo'shib berilyaptimi? Sunnatli aka. Zavodskoy parogi bo'ladi aka. Gap Zavod yo'q, do'stlar. tomonidan Aha. parog qo'shiladi. Necha kilo ko'taradi bu aka zavodskoy parog? 250 300 gacha ko'taradi aka. Chiqaveraymi javobni? Javob. Kuch bilan? Javob. Gap yo'q. Do'stlar mana 250 kilogacha bemalol do'stlar muammosi ko'taraveradi. Ikki kishisiga ham ko'taradi aka, sinargan. Gap yo'q. Ichki salonga kelsak aka, Mhm. abagrev rullari Mhm. yengil emas, har bitta havalli tashchi har bittasida bor. Hop. Besprovodniy zaryadkalari, barlarida bunda mana xolodilniki ham bor aka. Gap yo'q. Oldin aka buni test drive qilib ko'rsatganmiz. Ha. Do'stlar ko'pchilik kommentga yozibdi, iliq fikrlar qoldirishdi do'stlar. Bu mashina haqiqatan ham juda baquvvat mashina ekan. Rossiyada top turadigan mashinalar. Orqa ham oldi ham tortadi aka. Orqa To'rtkada 8 ta положение. Bu shu UHAB, gryaz, sneg, sport standart, eko hamma rejimlari bor. 540 kamera даже 360 emas. Mashinani полностью прозрачный qilib ham ko'rsatadi. Tepadan beradi, polniga. Полностью прозрачный qilib, tagida nima turganigacha ko'rsatib beradi mashina. Gap yo'q. 6 ta rejim bormidi? 8 ta rejim bor. 8 ta rejim bor. 8 ta rejim bor. Uchmaydi ekan xolos-da aka. Ha, faqat uchmaydi, suvda ham yuradi. Suvda ham yuradi. Gap yo'q. Qoyil. Sizin upravlenlarimiz elektrический bo'ladi. Bu pozitsiyamizda. Hop. Hop. Naturalniy sizinlarimiz koja, naturalniy koja bo'ladi. Bakoy poddishkalari ham bor ekan aka. Mana. Massaj sizinlari bor. Hop. Head-up display albatta bor bundan. Oldi laboylarimiz, orqa laboylarimiz ikkita bakoyimizda spiral o'tgan, o'zi ko'rinadimi yo'qmi? Bitta ko'rsatib ko'raymi aka? Balki ko'rinishi mumkin. Do'stlar, ya'ni spiral o'tgan, u qishki kunajganlari muzlamada, qor yoqqanda, oynayni tushirib, lattani chiqarib do'stlar artib o'tirmaysizlar, o'zi avtomatik eritib, cho'tkib turadi. Hop. Mashinamizda cruise control adaptivniy deyiladi aka, ya'ni mana отдельный gitarasi bor chapda. Oldingizda ketayotgan mashinaga ulab qo'yasiz, palas udержаниясini yoqasiz aka. Hop. Oldingizda ketayotgan mashina qandoq ketsa shundoq ketadi aka. Bu yerdan skorost belgilab qo'yasiz, maksimalni 70 mi, 170 mi qilib qo'yasiz aka. O'shani ketidan ketadi. To'xtasa to'xtaydi, yursa yuradi o'zi. Siz faqat rul ushlasangiz bo'ldi. Rulni ham o'zi buradi mashina. Ha, yo'q. Faqat ushlab tursangiz bo'ldi. Rulni qo'yib yuborsangiz, mashina bir ozgina muddatdan keyin uxlab qoldi deydi, sekin to'xtashni boshlaydi mashina. Boshqa ko'chaga burilib ketsa-chi oldiga boshini. Yo'q. Oldida mashina boshqa ko'chaga burilsam, ushlab turasiz aka. Uni keyingisi srazu, переключение srazu bo'ladi. Bunda tez bu. Yo'qotib qo'ysa, oldin undan boshqa ketayotgan oldiga mashina bittada ulab oladi. O nariroqda bo'lsa ham bittada ulab srazu orqasiga yetib oladi bu. Kelishilgan holatda yursa ham yaxshi ekanda, oldidagi mashina bilan, ha? Terichilik bilan chiqiladi, uzoqroq yo'lga ketilsa, aka, charchatmaydi, gazda bosib o'tirmaysiz, gaz tormozni umuman bosmaysiz, mashina o'zi o'rningizga yuradi. Faqat rul ushlab hushyorroq bo'lsangiz bo'ladi. Gap yo'q. Juda ham aqlli mashina ekan aka, Sunnatullo aka. Endi yurtdoshlarni aka ichini qizitmagan holatda, qiynamagan holatda tan narxini ayting endi aka, necha qo'yilgan bu? Mashinamiz o'zi 400 million birinchi pozitsiyasi, 430 million ikkinchi pozitsiyasi. Kelishsa aka chegirmada qilib beramiz. Shu aytganimdek 10 milliondan 17 milliongacha chegirma qilib beramiz aka. Boshlang'ich to'lovini ayting aka, qancha bilan minib ketishadi? Boshlang'ich to'lov hozir bitta hisoblab beraman aka. Eng minimalnisi aka. Do'stlar, hisoblayincha bitta ma'lumotni aytib o'taman. Bu salon do'stlar yana bitta katta ma'lumotga egaman. Bu salon haqida jigarlarim, bu Toshkentda ochilgan Haval avtosalonida ofitsialniy diler eng birinchi ochilgan salon shu. Eng birinchi diler bizda. Birinchi diler shu. Trening xizmatlari ham bormi haligacha? Ha, trading xizmatlari bor. Ya'ni ko'pchilik aytadi, aka keling, mashinamiz tayyorchilik, men mashinamni hali sotmadim, mashinamni bozorda olib chiqdim, mashinam pulini ola olmayapman. Har xil gaplar bo'ladi. Shunaqa qiynalib, birovlarga aldanib qolgandan ko'ra, mashinalarni olib kelinglar, biz o'zimiz olib qolamiz. Nexus 3 mi, Cobalt mi, Gem, любой mashinasini olib kelinglar. Yelini qizig'i yo'qmi? Yelini qizig'i yo'q aka. Mashina bo'lsa bo'ldi, minib yurgan mashinasi bo'ldi. Bozor narxida olib qolamiz, boshida shitir sanaymiz qo'llariga aka, bizga boshlang'ich to'lov qilib olib chiqdilar. Misol mana Dargoga 74 million boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. 74
74 million so'm bilan minib Sug'urtalari ketishadi. bilan hamma rasxodlari bilan 74 million bo'lsa bo'ladi. Dargo olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Gap yo'q do'stlar, 74 million so'm boshlang'ich to'lov bilan minib ketasizlar. Ish haqqi, pish haqqi degan narsa so'raymadim Yo'q, sizlar. so'ramayman. Unaqa narsani qizig'i yo'q. Mutlaq. Gap Pravo bo'lsa bo'ldi. Ali aka mana как раз tezroq mashinamiz kelib qoldi, tezroq chiqib ketdi. Aha. 9 modeli, yangi model aka o'sha. Demak bu yangilik aka. Ha, yangisi aka. 2 turbo motor aka. Oho. Bagajlari. O'zi ham gelik singari ekan bu sunnatli aka. Albatta 7 o'rindiqli xohlaganlar uchun aka mana 7 o'rindiq bo'ladi bu. Hop, qani? O'rindiq. Ma'no olmasa do'stlar, 7 kishili ekan aka bu. 7 kishilik mashina mana shu. Gap yo'q, motori qanaqa buni aka? 2 turbo bo'ladi. Gap yo'q, 2 turbo motor. O'sha 220 voltlari, Aha. narsalari bor mashinani. Gabarit qismi juda ham katta ekan. Salonlarni ham ko'rsak bo'ladi aka buni. Albatta. Akalar 19 razmerda diska balonlari juda ham katta diska balonlar ishlangan ekan. Mana salonlari. He. Samolyot-chi buni sunnatli aka. Buni korobkasi shu noodatiy chiqqan, havolari ko'pi, bilsangiz robot bo'ladi. Bunda chisi klassik avtomat korobka turadi. Korobkalari ham boshqa ishlangan Ha, ekan aka boshqacha. buni. Samolyot singari. Vertolyotga. Gap yo'q. Mana polni salonlar. Abduf Abagrev dizaynlari ikkita olla isitadi ham, sovutadi ham. Aha. Hop, mana blokirovkalarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Oldini o'chirsangiz, orqani o'chirsangiz yoki polni panjaykalarda yursangiz bo'ladi. 540 kamera bunda ham. Besprodnoy zaryadkalari, ikkala dizayn, massaj dizaynlar bilan jihozlangan. Monitori ham juda katta ekan buni aka. Wow. Hop. 360 kameralarni ko'rsangiz bo'ladi aka. Gar aylantirib boshlanasiz bo'ladi. Pulni olib beryaptimi aka atrofda? Quyon boshdan. Ko'rsam bo'ladi. Pulni ko'rsangiz bo'ladi. Tepadan olib berar ekan aka. Qanaqa kamera? Qarang, mana oldidagi ariqni ko'rsating-da, oldidagi ariqni qarang. Yaqinlashtirishini. Do'stlar, mana oldidagi ariqni jigarlarim chuqurligiga cho'p beryapti, hurmatli vatandoshlar. Bu eshik ochuvligiga hozir sal boshqacha ko'rsatdi. Atak uni ichiga chiqib yopsangiz-da. Ichiga chiqib o'ring bemalol. Xo'p, qani ichiga o'tirib ko'rsataylik haqiqatan. Kamerasi bakovida bo'ladi-da bularni. Xo'p, voy. Savol eshiklari ham polni kojini ekan aka buni. Mana endi ko'rsangiz mana. Mana do'stlar, oldidagi ariqlarga cho'p beryapti aka. Ya qoyil tepada kattagina panorama tom. Panoramniy lyuk unda shu ansi zajimlari bilan hech qaysi qo'lni qisib qolmaydi bularda. Qani? Ehtiyot bo'ling aka. Mana qisib qolmaydi, sirazi qaytaradi. Sirazi qaytdi. Qaytadi sirazi. Gap yo'q. Og'rig'i bormi deydi-yu? 4 ta oynasi ham xuddi shu. Bunda oynamiz sal yaqinroq olsangiz o'z tarafdan ham. Qani? Oynasini oling. 2 qavatli-da. Orasini ko'rsangiz. Bilinyapti aka, ha, to'g'ri, 2 qavatli. 2 qavatli chiqqan oyna. Baqvat mashina. Sirazi ko'rsatib turadi, oldingizda mashina o'tsa ham. Gap yo'q. Oldlarini bitta ko'raylik aka buni. Dizaynerlik qismini ham juda kuchli ishlashgan ekan. Do'stlar, zavodskiy paroglari bor mashinani tag qismida. Mana dizayner qismi. Xo'p, do'stlar, to'g'risini aytsam, akalarim bu gelik singari ishlab chiqarilgan ekan bu. Sunnatli aka, nima demadingiz aka? O'xshaydi aka. Juda o'xshaydi ekan gelikka. Akalar, mana bitta ko'ringlarchi. Gelikka pul yetmaganlar olib minsin halol. 89 bu. 89. 89 dan minsin ekanda aka. Albatta. Narxini ayting, nech pul? 535 millionga 585 million. Ikkita pozitsiyada bo'ladi bu. 585 million so'mligi ham bor. Ikkinchi pozitsiyasi, ha. Birinchi pozitsiyasi nech pul? 535 million. 535 millionli do'stlar pozitsiyasi ham bor ekan, hurmatli vatandoshlar. Videomiz nechta like yig'sa mana shuni test drive ko'rsatamiz, sunnatli aka. Nechta bilan sizga havola aka u yoq. 5000 ta yetadimi? Yetadi aka. YouTube uchun 5000 ta juda ham katta like hisoblanadi aka. Albatta. 5000 ta likeslardan jigarlarim polni mashinani toqqa minib borish jigarlarim, haligi katta yamas bor mahallalarga minib kirish jigarlarim obzor bizdan bo'ladi. Tezroq bitta bizga Olmazor Haval Olmazorga kelasizlar. 9 ni tezroq qilib ko'rasizlar. Yo'qsa aka barakasini qilib olib keturasiz mashinani aka. Ya gap yo'q. Demak, salonga yana qaytib kiramiz yana aka. Ha, albatta. Obzorlar davom etamiz. Ketdik do'stlar, salonga qaytib kiramiz. Jigarlar dargo turibdi. Kelishsa, prava bilan kelish kerak-a? Prava bilan. Prava bilan kesinglar. Prava bilan kesinglar. 2 minutda registratsiya qilamiz. Hop. Yoki telefon orqali ham onlayn registratsiya o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Aniq kun va soatini belgilab qo'ysanglar, bo'ldi, o'sha kunni kutamiz sizlarni, tezroqga olib chiqib kelamiz o'zimiz. Bemalol haydab, hamma funksiyasini ko'ramiz aka. Minib ko'rib aka shahar ichiga. Minib ko'rib, endi yangi mashina olganda odam ikkilanish bo'ladi aka odamda. Albatta. Arzon narsa olmayapti aka. Qo'rqadi, ikkilanadi, o'ylanadi. O'shanda mana yordam beramiz, tezroq mashinamizni qo'yib qo'yganmiz.
bemalol haydab ko'ringlar, mashina sizlarga yoqsa aka, bir kunda olib chiqib ketasizlar. Любой model, любой rang, любой pozitsiyasi. Manzilimiz qaytarib qo'ying Sunnatullo aka. Manzilimiz Severniy Olmazor, Olmazor chorrahasi. Aha. Yog'imizda Olmazor City aka. Aha. Chorrahadan bu yoqqa tushib kelishadi, Qorasaroydan yokida Malikadan kelishadi. Taxta pul mosti o'ng tarafimiz. Kelishganda o'sha zapravkamiz ro'parasi aka, Haval Adoym Astor. Gap yo'q. Xudo xolasa Sunnatullo aka ma'lumotlar uchun aka kattakon rahmat. Zo'r ma'lumotni berib o'tdingiz aka. Vaqtingizdan qizg'anmadingiz, ma'lumotdan qizg'anmadingiz. Salonga kelib Sunnatullo kim desanglar jigarlarim, akalarim, tog'alarim Sunnatullo akam sirasi topib berishadi. O'zi xudo xolasa akalarim 1 soat ichida libo yo'nalishga bo'lib to'lashga olasizmi, naqdga olasizmi akalarim, lizingga olasizlarmi? Nimaga olsanglar ham 1 soatga qolmasa akalarim mindirib chiqarib yuboradi. Albatta, albatta. Shunday ham Sunnatullo aka. Ali o'z kanalidan keldim deganlarga o'sha aytganimda bitta sovg'a bor aka. Gap yo'q do'stlar, barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin do'stlar. Sizlar bilan Toshkent Havla salonida bo'ldik hamda Ali o'z kanalida bo'ldinglar. Ko'rganda ko'rishguncha jigarlarim barchalarni salonimizda kutib qolamiz. Nima demadingiz Sunnatullo aka? Albatta hammani kutamiz. Yasatib ham qo'yganmiz. Yaxshi kayfiyatlarda. Kelinglar iftorlik qilamiz. Iftorliklar stollarimiz tayyor, finikilarni qo'yib qo'yganmiz. Gap yo'q. Joni sog' bo'lsin aka.